O'rtog'ingizni mana shunaqa mag'lub qiling va u qaytib hech qachon shaxmatga yaqinlashmaydi. Bu tuzoqni o'xshab qolish imkoniyati juda kam. Lekin omadingiz kelsa, mahallada duv-duv gap bo'ladi. Piyodalar mana shunaqa surilganidan keyin raqib qiroli zaif qolganidan foydalanib, birdaniga farzing bilan shoh berasiz. O'rtog'ingiz piyoda bilan himoyalanib farzinga hujum qilsa, e'tibor bermang va shunchaki filni shoh yoniga olib chiqing. Bemiyagina sodda bola farzinni tekinga yutib oldim deb o'ylaydi va bizning qirolichani shafqatsizlarcha uradi. Siz esa shunchaki filingiz bilan piyodani urib mot qo'yasiz. Qora shoh hech qayerga qocha olmaydi va hech qaysi figura fil yo'lini to'solmaydi. Bunaqa tuzoqlarga o'zingiz tushib qolmasligingiz uchun uz chessga obuna bo'lib, shaxmatni professionallardan o'rganing.